yil ketadi. Keyin har bir yilda 3 tadan shox chiqaradi mana shunaqa. 3 tadan shox chiqaradi. 3 tadan shox chiqaradi. Buni umrini bilaman desangiz, mana shuni sanab chiqasizda 3 ga bo'lasiz. Yana 4-5 yil qo'shasiz, shuni umriga chiqadi. O'zi asosan 40 yildan 100 yilgacha yashaydi, undan o'tmaydi. Xurmo. Bir soganda 20 kilodan 300 kilogacha soladi. Allohu akbar. 300 kilogacha soladi. Bu odam alayhissalom yer yuziga tushganda eng birinchi ekkan ko'chatlari ham shu bo'lgan ekan. Subhanalloh. Odamga o'xshagan daraxt. Odamga o'xshagan daraxt, hamma narsasi odamga o'xshagan. Hattoki changi bor, changi. Changini hidlab ko'rsangiz, erkakda urug'ini hidiga o'xshaydi. Allohu akbar. O'z. Shuning uchun bepushtlarga buni berishadi, changini berishadi. Allohu akbar. Ikkala asalga aralashtirib, o'sha changini bersa bepushtlar. Va nima naxlami termida? Talon naxlami nima? deydi, o'sha narsasi bor, budrat deyishadi. Hamma narsasi bor. Injiqligan odamga o'xshaydi. Qarasham qiyin. Odam injiq bo'ladi. Keyin buni danagini yerga tashlasangiz, danagidan chiqmaydi. Yonida o'z bolachalari chiqadi. Ana kichkina anaqa bolachalari bo'ladi, ko'rasizmi? Bolachalar chiqadi, yonida danagini tashlasangiz, danagidan chiqmaydi bu. Hamma narsasi bor. Mana bu orasidagi narsasi bor mana, masat deydi. Ijidi hablum min masat. Masat degan narsa mana shu. Buni suvga bo'ktirib qo'yishadi-da, mana shunda arqon to'qishadi. Hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi karavotlarni ko'rasiz borganda, o'sha ham mana shundan to'qilgan. Biron narsasi foyda olmaydi, isrof bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yostiqlarning ichida machalkasi ham shunday bo'ldi. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu keladilarda bo'yinlari qizarib ketgan holatda ko'radilar, dedi: "Ya Rasululloh, siz sarvari koinot bo'lsangiz, payg'ambar bo'lsangiz, hali Rum, Fors podsholari maza qilib paryoqsil yotibdi. Siz yotgan narsangizni qarang" deydi. "Ey Umar, bizga jannat, ularga dunyo bo'lishi ona emasmi?" dedi. Keyin kishi yig'laydi. Umar radhiyallohu anhu o'zlari ham xalifa bo'lganlarida butun dunyoning mol-mulki Madinaga oqib keladi. Hamma joyda mol-mulk Madinaga oqib keladi. Lekin Umar hatto o'sha nima holatda yashar ekanlar. Alloh. Keyin sahobalar aytishadiki, hali chet davlatlardan elchilar kelyapti, podsholar vakillari kelyapti, uyalyapmiz deyishadi. Shunday holatda ko'rsatgan uyalyapsa, podshomiz haligi yaxshi chiroyli kiyintiraylik, brend qilib deydi. Kim aytadi buni, kim jur'at qila oladi deydi. Qizlarga aytaylik, qizlar aytsinlar deydi. Hafsa onamiz keyin borib turib, ming andisha bilan dadajon dedi, endi Rasululloh zamonlarida qolgan haligi kambag'alchilik kunlari o'tdi endi dedi. Sal o'zingizga qarang. Uylarni remont qilaylik, pardalarni o'zgartiraylik, kraska qilaylik deymiz. Bizlar termini qaraylik, qizim Hafsa deydilar. Shu gaplarni nega siz aytyapsizmi deydi. Siz Rasululloh bilan bir yostiqqa bosh qo'ygansiz, qanday yashaganini bilasizlar deydi. Bir oylab qozonlar qaynamaganini ham bilasizlar deydi. Sahobiylar Asma onamiz borlar-ku, Oysha onamiz opchalar, ota bir, ona boshqa. O'sha kishi aytadilarki, Madinada farzandli bo'ldim deydilar. Farzand ko'rdim deydilar, Abdullohni deydilar. O'shani bolani tanglayini ko'tarishlik uchun deydilar, bir dona xurmo topa olmadim deydilar. Subhanalloh. O'sha farzandni tanglayini ko'targanda bir dona xurmo topa olmadim deydilar. Sahobiylar biz yerga tashlaydigan xurmoni olib 3 kunlab danagini so'rib yurgan kunlari bo'ldi. Biz endi qo'y o'g'odan boshdan keyin xolasa yeymiz, xolasa o'sha deydilar, Rasulullohning qanday hayot kechirganini bilasizlar deydilar. Biz Rasululloh, Abu Bakr uchalan bitta odamiz deydilar. Ikkalalar manziliga yetib oldi, bitta men qoldi deydilar. Qizim menga bu gapni boshqa aytganda yig'lagan. Allohu akbar. Ana asos foydalari xurmo. Rasululloh asosiy taomlari nima bo'lgan? Xurmo bilan asvadan degan-ku. Suv bilan xurmo edi degan. Bulardan hozir yaqingacha echkini suti, suv shu bo'lgan. Asosan dengizdan uzoqda yashaganlar dengizdagi baliq yeyolmagan. Lekin baliqdagi hamma vitaminni Alloh taolo xurmoga bergan. Allohu akbar. Insonning jismiga kerak bo'lgan hamma vitamin bor-da, temir moddasi, kalsium, fosfor, boshqa hammasi. Hattoki Alloh taolo Maryam onamizga nima deyapti? Va huzzili. Xurmoni silkiting deyapti, sizga rutob tushadi. Rutob, haligi o'rik qo'yganingizda birinchi g'o'ra bo'ladi, keyin sarg'ayib pishadi, keyin qoqiga aylanib turshak bo'ladi. Rutob o'sha yangi o'rikni sarg'aygan pishganda, u yumshoq bo'ladi, uni muzlatgichda saqlash kerak. Shunday rutob shunday zo'r narsa, yeyverasiz, yumshoq bo'lguncha ketaveradi. Imom Muslim rahimahulloh ilmga sho'ng'ib ketganlarda bir kechada birlagan deb bo'kib o'lib qolganlarda. Ayna asha ya jariya deydilar, yeb bo'ldingiz-ku deydilarda. Yeb qo'ydimmi deydi. O'lib shirin narsa. Alloh taolo ham biz yangi tug'ilgan ayollarga atalab beramiz-ku, yo'qotgan bu joyda rutob berishadi. Chunki insonning jasadiga kerak hamma narsa bor. Allohu akbar. Ha, yana bitta sababi, foydasi. Mana bu xurmoni ko'ryapsan? Buni silkitib bo'lam. 10 ta baqat odam kelsa ham silkitib olmaydi. Amin babi avlad nima edi? Alloh taolo yangi tug'ilgan ayol uni hech qachon silkitib olmaydi.
to'g'rimi? Alloh taolo aytayaptiki, sababini qilgin deb. Taomlar pesh og'zimga tushdi, yotavermagin. Sal harakating sababini qilgin. Bo'lmasa Alloh taolo olib kelib qo'ysa ham bo'lar, to'g'rimi? Og'zini ochib tursa, shuni og'ziga solib qo'ysa ham bo'ladi. Bunday emas, sababini olgin deyapti. Subhanalloh. Ular hamma narsasi foydali. Ikkita dehqon talashib qolibdi-da, Suriyalik bilan Iroqliklar xurmochi bo'ladi. Iroqda 300 dan oshiq turi bor xurmo. Mashallah. Ba'zi viloyatlarda 1 yilda 2 marta hosil beradi, uni bilmadim, lekin haqiqatda 300 dan oshiq turi bor. Biz olmalarga o'xshab ularda xurmosi ko'p, basralarda, haligilarda. Suriyalik zaytunchi, ikkalasi talashib qolishdi. Qaysi biri afzal, xurmomi, zaytunmi deb. Bitta fazilan sanab ketadi, sanab oxiri borib turib taqalib qolishdi danaga. Xurmochi aytdi, biz buni danagini olib debdi, buni tuyib mol qo'ylarga beramiz. Sahr kasalliklar bor-ku, eng zo'r narsa sahr kasalligi, qand kasalligi. Shunaqalarga beramiz degan ekan. Yo, biz buni tashlab yuboramiz degan ekan. Xurmo zaytunchi bu danagini tashlab yuboramiz. Ya'ni hamma narsasi foyda bo'ldi. Biron narsa Subhanalloh. Masjidlar mana shunday bo'lgan. Tomlarni bu bilan yopishgan. Asosan nimaga o'xshatganlar buni? Mo'minga o'xshagan. Mo'minga o'xshagan qishin yozib bir yashil daraxt bor deylar. Qaysidir desam, kerakmi? Yo'q, boshqa yo'q. Umar Abdulloh ibn Umarni hayolimga aytib kelgan bildim dedi, lekin uyaldim dedi, andisha qildi. Keyin xurmo emasmi degan, ha dedi, dadam qo'ldan ushlab chiqdi. Dada meni aytgim keldi, Abu Bakr u andisha qildi. Aytmaysanmi o'g'lim, falon narsada yaxshi bo'ladi dedi. Subhanalloh. Rasululloh xurmosi yo'q xonadan ochib qoldi degan. Xurmoning eng afzali qaysi? Ajva. Ajva shunda 7 don Madinaniki degan. Uchun mana bu yerda haramlar yonida arzon xurmolar ham bor, ajva 20-15 yil. Bu Madinaniki emas-da. Madinanikimi bo'lganda unda haligi sehr ham, zahar ham ta'sir qilmaydigan xususiyat yo'q-da unda. Shuning uchun Madinanikimi deb so'rash kerak-da. Madinanikimi deb. Madinanikini ta'sir oliy tomonnikini, yuqori qismnikini sehr ham, zahar ham ta'sir qiladi. Buni geolog olimlar aytishadiki, yuqori qismda magnit maydon juda ham kuchli deyishadi. Telefon bo'lsa signal o'ynab qoladi, magnitning polga kuchli. O'shandanmikin sehr, zahar ta'sir qiladi. Alloh alam, Allohning lekin masalan ajvaning jannatning mevalaridan deganlar, tiryoq deganlar. Tiryoq degan zaharni kesuvchi narsa degan. Antizahar. Keyin o'shaligi foydasi bor. Eng asosiy taomlar nima? Xurmo bo'lgan, o'zin kasallan bo'lmaganlar, to'qqiz ayallari bo'lgan, sopol bo'lganlar, asosiy hamma jigar og'riganlar, jigarlarga hamma narsaga foydali bo'ladi. Yaqinda kattani haligisi Germaniyaga borib ketdi. O'sha aytib doktordan so'randi, professor, eng katta professordan so'radi. Nima qilish kerak, nima yeyish kerak desa, nima yeyishim kerak desa, "Знаешь arabskiy finik" dedi. Arablar xurmosini bilasan, o'shani hamma yesa bo'laveradi. Hamma narsaga foydali. Rasulullohning asosiy taomlari mana shu narsa. Shu narsadan kech qoldilar. Bunday qilib aytaveramiz. Endi o'sha xurmoning hamma narsasi foydali dedik-da. Mana sizlarga buni hosil berishi iyulning oxirida pishib bo'ladi. Avgustda terib bo'linadi. Buni 1 yilda 3 tadan shox chiqaradi. Ziroat 3 tadan shox chiqaradi, keyin yoshi 40 yoshdan 100 yil. Panson zamonidan qolib ketgan xurmo yo'q-da. Ekkan joylari bor. Salmon Farisiy hozir aholisi o'sha joyga olib boraman. Panson ekkan o'zining qo'llari bilan ekkan joylari bor. O'sha mintaqa bor. Lekin xurmo yo'q. Xurmo 1 kilo solganda o'sha 200 kilo, 300 kiloga soladiganlari bor. 20 kilodan o'zi shingili rosa soladi. Asosan kutib olganda ham shingili bilan berishgan, berez joyda. Quboni yon. Shuning uchun nomi ham beradi. Ediq degan xurmoning shingili degan. Asosan eng yaxshi mevalari. Subhanalloh. Madinani Xurmozor vodiy deydi. Asosan Makkadagilarda tush ko'radilar, aytadilarki tush ko'rdim, tushimda Xurmozor vodiyning ichiga borayotgan ekanman deydi. Uritu dara hijratikum deganlar, hijrat qilib boradigan joyni ko'rsatildi. Keyin Madinaga kirib kelayotganda Qubodan oldin Asaba degan joy bor. O'sha yerda turib qoladilar. Abu Bakr Rasulullohga o'ylanib qoldingiz desa, hali tushimda ko'rsatilgan joy-ku deydi. Allohu akbar. Yahud nima uchun yahudlar bu yoqqa kelib qolgan deymiz biz? Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Qurayza degan qabilalar bo'lgan. Ularga Madinada pishib qo'yibdimi deydimizku biz. Ularning kitoblarida oxir zamon payg'ambari sho'rlik Xurmozor vodiyning ichidan chiqqan. Madinada ko'p joy sho'rlikda. Suvlari ham sho'rlik. Illo aligina qaniyalisi bor, Salmon Mazrat Usmon bor, Roma degan. O'shani ta'mi haqiqatan Zamzamga o'xshaydi. Ichidan qanaqa Va quduq, ha? Quduq. Hijrat qilib kelganlar, Makkadan hijrat qilib kelganlar, Madinada 20 dan oshiq quduq bo'lgan, buloqlar bo'lgan. Lekin birontasini ta'mi Zamzamga o'xshamas ekan. Zamzam ichib yurgan odam boshqa suv ichsa darrov biladi. O'g'illarim, "Dada, Zamzam tugabdi" deydi. "Bu suv ichib desam, Zamzam kerak. Zamzam ichsa qorni og'rib qoladi" deydilar. Ular ham sahobiylar ham boshqa suvlarni ta'mini uncha yoqmagan, xushashmaganda. O'rganish olmagan. Ruma degan quduqni o'sha ta'mi Zamzamga o'xshagan, lekin uni hali yahudiyning qo'lida bo'lgani uchun ba'zilar Bani G'ifor deydi.
jumhur yahudiy bir siqim xurmoga